Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun 17 avgust. Bugungi sayfida men bundaq bir necha mazmunlarni so'zlamoqchi. Oldi bilan Amerikaning siyosiy iqtisodiy ahvoli to'g'risida so'zlamoqchi. Xabaringlarda bo'lgandek, Amerikaning kelar qitimliq prezidentining kim bo'lish, ya'ni raqobati saylimi jiddiy ravishda ilib berilyapti. Joe Biden Demokratlar partiyasidan bo'lgan nomzod Joe Biden Kamala Harris ismli bir qaritanlik, insonlar pushtin bo'lgan ayolni. Bu ayol Kengash palata a'zosi, Kaliforniyadan saylangan. O'zining ma'lum prezidentligiga tanladi. Bu ikkisi Donald Trump'ninki bilan Joe Biden o'rtasidagi saylam mana shundaq davomlashyapti, jiddiy davomlashyapti. Ya'ni 3 oydan keyin biz Amerikaning kelar qitimliq prezidenti kim bo'lganligini bilamiz. Bir necha kun oldin New York vaqt gazetida bir maqola e'lon qilindi. Maqolada Xitoy hukumati Xitoyning tashviqot axborot sohasi, diplomatiya sohasi Amerikaga nisbatan burung'idek bir xil urushqoq pozitsiyadan biroz yeni pastga tushib, yaxshiroq siyliq muomala o'tashga yuzlandi deydi. Sabab nima desa, navbada Joe Biden taxtga chiqadigan ish bo'lsa, Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi munosabatni yaxshilashga bular hozirdan boshlab ko'rik silayotgan o'xshaydi. Buni sizlar bilib qilinglar deb o'yladim. Endi Amerikaning iqtisodiy ahvoliga kelsak, 7-oyda Amerikaningki emgak statistika idorasidan chiqqan xabarga qaragan vaqtda 7-oyda Amerikada ishsizlik nisbati tuvallab 14% tushgan gap. Ya'ni 1,5 milliondek kishi xizmat topgan gap. Mana bu shundaq vaboning ta'sirida biz bilamiz kishilarningki turmush ahvolida har xil o'zgarishlar bo'ldi. Ya'ni biz hammamiz uyda turib ishlab, men haftada bir qatimla idoraga beryaptimi, boshqa joyda uyda turyaptimi? Shunda bo'lsa-mi, bir xil kishilarda uyning ichida rejim qilingandek bir xil ahvol bor. Shunga odamlarda bir xil har xil ahvollar ko'rilyapti. Masalan, samirib ketadigan ahvol, semizlik albatta ziyon, ro'yijat tashviq chekadigan yoki iztirobli chekadigan shunday bir ahvollar bo'lyapti. Mushu va ba'zilar mushu vaboning ta'siridan ishdan qolganlar bor. Mana buning nisbatan ba'zi pul muomala, ba'zi mutaxassislar, pul muomala analizchilari bundaq bir necha xil takliflarni o'tirib qo'yibdi. Men Amerikada yashayotgan qarindoshlarimizning foydasi uchun va shunday dunyoning boshqa yashayotgan qarindoshlarimizning foydasi uchun bu to'g'risida so'zlab qo'yay dedim. Takliflarning birisi nima deganda, agar siz iqtisodiy ahvolingizda haqiqatan qiyinchilik bo'lsa, mushu vaqtning o'zida shuning sababini izlang. Amal va zarur narsalarga pul xarjlang, zarur bo'lmagan narsalarga pul xarjlamang. Ya'ni o'zingizning xomchotni kesing. Ikkinchisi, uyingizda bosh ishlatmaydigan narsalarni bir taraf qilib o'ting. Azam bo'lsa, setib o'ting debdi. Men Uyg'urlarning ichida xo'roda bir narsa tizib setayotganini men ko'rmadim. Ammo Amerikadagi boshqa kishilar, insonlar shunday qildi. Yard sale deb lampa chiroqni tatib, velosipedgacha hammani setadi $10, $5 degan kishi setadi. Shunday qilish kerak deb. Uchinchisi, o'zingizning chiqimlaringizni, masalan, mashinaning sug'urtasi, uyning sug'urtasi bu masalada shularga telefon qilib, ashuni tuvaltadigan ishni qiling. Amerikadagi turmushda bizningki maoshimizning ko'p qismini nimaga ketadi desam, shu uy hammadan qimmat. Shunga kishilar uy olgan vaqtda bankadan qazildi odatda. Ya'ni uyning pulini to'lamay turib, bu uy sizning emas, bankaning. Shunga bu bir odamga nisbatan aytgan vaqtda, qazingiz bo'ldi deganga beshingizda tugmanning teshi cho'glab turdi degan gap. Yani pakkada ishdan qolib qolgan vaqtda tugmanning teshi beshingizga tushdi degan gap. Shunga shu qazni, shunga bizning ota-bobolarimiz birsi qaz olma, odamniki qaz olma deydi. Hech qanday yoki qaz olma deydi. Ya'ni yotgan qarab put uzat deydi. Agar qaz olib qolgan taqdirdimi, to'lab deydi. Endi shu uyninki qimmat bo'lganlikdan kishilar ko'pincha kishilar pul bankadan qaz olgan gap. Shunday sharoitda hozir Amerikaning 15 yillik, 30 yillik shu bankadan qaz uy olganning o'sim nisbati tuvalidi. 3% tuvani 2,88% tushdi. Shunga uy qaz elib bankni qazilib uy olgan qarindoshlar bankaga berib, shu nisbatni qaytadan bir, masalan 4% olgan bo'lsa, shu 2,88% dan ilishga tirishib beqish kerak degan mashina bir takliflarni berdi. Undan sirt yana gaz puli, elektr puli qatorliq jihatda ishdan qolgan qarindoshlar bo'lsa, shu shirkatlarga telefon qilib, shular bilan deyishib, uni endi tuvallasa bo'ladi. Hammadan muhimi ro'y sog'lomlikni aytib qo'yim degan mashina takliflarni beribdi. Men kishilarga buni deb qo'ydim. Endi undan sirt yana Amerikaning iqtisodidagi bu shu xil vaboning ta'siridan kishilarning turmush usulida o'zgarish bo'ldi albatta. Iqtisodiy ahvolga qaraydigan bo'lsak,
bazı şirketler vayron bo'ldi. Masalan, yemek-içmek, sayohat şirketlari, anandan kiyim-kechak sotadigan ba'zi do'konlar shunday vayron bo'lib ketib qoldi. Lekin ba'zi sohalarda bu xil birisining ko'z yoshi, birisining kulkisi deganga o'xshash bu xil ahvol boshqalarga ba'zilarga biroz foydali ahvollarni yaratgan gap. Masalan, qushlarga, hayvonlarga yemek sotadigan do'konlarniki. Rishatka uyning atrofida mundaq qo'taydigan rishatka sotadigan yerlarniki. O't cho'plarni kesadigan saymonlarniki, uyning ichini bezaydigan, uyning ichini tozalaydigan ximiyalik mahsulotlarga nisbatan, tovarlarga nisbatan aytganda talab oshgan gap. Hatto traktor, o't cho'p kesadigan traktorning bahosimi nima? Talab eshib, shu shirkatning payi 3-oydan buyon 1% o'sgan gap. Shunga bizning bu gapni deyishimiz sabab dunyoning ham yerida yashayotgan qarindoshlar agar anglab qolsa, bundaq kuzatib beqish kerak. Bu tijoratchi qarindoshlar zoti qanday qilgan vaqtda bir shu xil yomon ahvolni yaxshi ahvolga aylantirib, o'zining turmushini yaxshi qilishga bir yangi qadam tashlay oladi, buni o'ylash kerak. Endi yana bir shu gapni korxonachilar masalasiga ko'chib qoldim. Men Uyg'ur korxonachiligini ham shuni kuchlab taraqqiy qildirish, sistemlashtirish, zanjirlashtirish to'g'risida shunday gaplarni qilib kelyapman. Mishada bir gapni deb qo'ydim. Mana kaynimda turgan bu siz rasmni ko'rdinglar. Bu Kamil Abdushukur ismli biz qarinishimizning man qilgan hadiyasi. Burun. Bu qarinishimiz shu bizningki mening yenimda. Men kuni bu qarinishimizningki shunday ijodiy faoliyatlar bo'lgan chaqda aka ko'rpaqing deb menga avatidi, chunki men shu ijodiyat qildigan, ijodlikqa ega ijodiyat eng kuchli odamlarga cho'nqur hurmatim bor. Ham ularni qo'llayman. Bu qarinishimizningki bir loyihasini T-Spring deydigan bir to'rda birisi manda maykaga besib chiqiribdi, maqsad qilib setibdi. Men qo'llab uni oldim. Ko'pchilikmi shunday qarindoshlarimizninki mahsulotlarini, amgaklarini qo'llashini umid qilaman. Chunki biz 10 million xalq butun dunyoda qo'shib kelsak, sirtda oz emas. Bir-birimizning korxonachilarimizning, iste'molchilar korxonachilarimizning mahsulotini olsak, iste'molchilar o'zimizning madaniyatni suydigan, o'zini suydigan, madaniyatimizni suydigan kishilarimizni qo'llasak, yaxshi ish. Bizning madaniyatimiz ojizlashmaydi, xalqning yo'q demandigini yo'qolib ketmaydi, balki kuchaydi, zo'raydi, tonildi dunyoda. Men yana o'tganda YouTube'da Uyg'ur usul o'qitadigan Germaniyadagi bir hamshirimizningki bir videosini ko'rib qoldim. Ona bir baho yazdim. Vin rasmli qarinishimiz o'xshaydi. Uyg'ur usulini o'zimizning ona tilimizda nihoyat yaxshi o'tab o'tibdi. Bundan so'yindim. Nima deganda, adabiyot, san'at, rassomchilik, shu usul madaniyatlarimiz bizning madaniyatimizning, Uyg'ur madaniyatimizning, Uyg'urligimizni tashkil qilishimizdan intayin muhim. Bir odam degan o'ziningki xusus o'zgachilik bilan bir odam, bir millat degan shu. O'zimizni o'zini so'ygan odamning boshqalarning oldida hurmat bo'lgan o'xshash, o'z madaniyatini paraltalgan, so'ygan xalqningmi boshqalarning oldida yuzi bo'ladi, kuchi bo'ladi. Ya'ni madaniyatli xalq zulm va besishlardan agar to'qay qiyinchiliklardan cho'qim yengib ketadi. Shunga mishada men qarindoshlarimizning mayli Vinraga o'xshash singillarimizningki qilayotgan ishlarini qo'llashda bo'lsin yoki Kamilga o'xshash shunday ijodchan yoshlarimizning mahsulotlarini qo'llashda bo'lsin, bir tegishlik to'pisini qo'shib qo'yishini umid qilaman. Albatta, korxonachilarimizmi, mening gapimni anglayotgan korxonachilarimizmi bu shu gapimga bir diqqat qilib qo'ysanglar, shunday ijodiylik va kishilarimizningki naqshlarini elib o'zinglarning mahsulotlaringlarga selib qiysanglar, Xudoyimning kuni uzun deydigan gap bor. Bu ishlar shunday ketavermaydi, vaboma tizgilindi, yo'llarma ichildi, bozorlarma ichildi, do'konlarga mol selindi, sizlarning melinglarni selishda, taqtishda, setishda deb beramiz. Kompyuterning oldida o'tirib turiblam so'zlamaymiz, bir amaliy ishlarni qilamiz. Shunga o'xshash, Vinraga o'xshash o'zining madaniyatini, o'zining xalqini suydigan qarindoshlarimizning ishlarini qo'llaymiz, gez kelgan vaqtda amaliyotga ko'rsatamiz. Xo'sh, endi shuni bilan birlikda yana bu eng oxirgi tema bizningki qarindoshlarimizning ichida shu Ay Qaysar aka pul do'miltish to'g'risida bir o'rgatmamsiz deydigan bir gap bor ekan. 80-yillarda ishlangan bir kino Baxt naqshida. Baxt keladi nadin desa, japoliq ishlagan yadin deb. Endi bu ishlash qanday ishlash,
Demek bu tirishchanlikdan keldi demakchi. Shunga aqlimizni ishlatish kerak, jismoniy kuchimiz emas, aqlimizni ishlatishimiz kerak. Pulni domlatqanlar ko'payib ketmaydi, hamda uning bu har xil usullari bo'ladi. Biz ko'pinchimiz jamiyatlarda har xil xizmatlarni qilamiz, kirim topamiz. Bu kirimlarimizni mablag'chilikqa solsak, mablag' qilib solsak, invest qilsak, yaxshi turlarga bu bizniki boyligimiz ko'payadi albatta. Albatta biz hammamiz baxtliroq, xushalroq yashashni o'ylaymiz, ammo pul baxtli yashashningki zarur shart emas, ammo yetarli shart. Shuna bo'lsa-mu, namrat yashagandan boy yashagan yaxshi, ojiz yashagandan kuchli bo'lgan yaxshi. Menga bu gaplarim uchun mening yaqinlarim bir qazan nima, bir sanduq qachqichamni ko'tarib bermasanglar bo'ldi bu hikmatli gaplar uchun. Ammo shu paychik to'g'risidagi qiziqishdan bo'layotgani, qarg'anchilik to'g'risida qiziqishdan bo'layotganligi bu nihoyatda yaxshi ahvol. Uning ustiga ba'zi qarindoshlarimizning to'g'ri savdo qilishga boshlaganligi bu bir yaxshi ahvol. Bir ijodkor qarg'anchilik ideyasiga ega millat cho'qim deyadi qolmaydi, yuksaladi. Endi bu ba'zilarning talabi bo'yicha men o'sha hozirdan boshlab vaqtimni kontrol qilmasam bo'lmaydi. Ko'pchilikdan vaqtni og'im yo'q, chunki kasalni yavasan amanti deydigan gap bor. Men jiq so'zlamay, ammo paychik to'g'risida bir 2-3 yig'izla so'zlab o'tay. Endi bugungi leksiyarimni to'xtatay. Keyingi leksiyalarda har qitimda 4-5 minutdan paychik haqida bir savatlarni so'zlab beray. Muqaddima o'rnida bugun paychik haqida bir 2-3 minut so'zlab o'tay. Paychiki shirkatlar qurilib o'zining iqtisodiy ahvollarini yaxshi ilib berib, payda ko'rishga boshlagan vaqtda bular texnik kengayishni o'ylaydi. Yangi mahsulotlarni ishlab chiqarg'isi keladi, cho'ng binolarni sog'g'isi keladi. Mushunday vaqtda bular pul kerak bo'ldi, o'zida yo'q. Shuni qanday qildi deganda, bular kapital bozoriga berib, o'zining payini bozorga soladi. Bu shirkatning zo'r istiqboli bor deb qaraydigan odamlar o'ziningki omonat qo'ygan pulini, chunki shuni tasdiq emasmi, maoshdan chiqqan pulini bankaga 1%lik, 0.5%lik o'simga qo'yib qo'yishning o'rniga o shirkatga ishini bu shirkatga payini setib oldi. O shirkatning payini setib oldi degan gap, sizning shu shirkat qarta muayyan egdarchilik huquqingiz bor degan gap. Bu payni setilishdan maqsad birinchidan siz o shirkatning payini bir payini $10 setib olsangiz, bu pay bir yilning ichida o'sib 15 ga bo'lsa, har bir paydan $5 payda oldisiz degan gap. Undan sirt. Ba'zi shirkatlarning pay qarab, har bir payga qarab o'zining faoliyat, iqtisodiy faoliyatlarga payda ko'rgan vaqtda paydan sizga nesiya beradi. Masalan, har bir payga $10 payga, har bir payingizga 20 sentdan ayirsa, 1000 payni olgan bo'lsangiz, sizga $200 payda keldi degan gap. Endi $1000 endi bu pay olgan chaqdagi ayni chaqdagi ishlatgan pulni siz bankaga shu 0.5% o'sim bilan qo'yib qo'ygan bo'lsangiz, CD'ga qo'ygan bo'lsangiz, yo 1% bilan $200 ga bormaydi pul. Mana endi siz birinchisi payingizga solgan pulning değerini yo'qotmadingiz. Ikkinchisi, bu $200 pulga erishdingiz. Pul degan shunday bo'ladi. Endi siz payingizni uzun mezgil qo'ysangiz, shu bir chaq siz ishinib setib olgan $10 pay, bir chaqlarda $100, $200, $500 bo'lishi mumkin. O'ylab beqing. Shunday payda 1000 tashlab qo'ysangiz, 5 yil, 10 yil qaramagan bo'lsangiz, bu pay sizni balki millioner qilib yetadi degan gap. Shunga ba'zi kishilar pul muomala sohasida harakat qilib, ishlamay, ter to'kmaylar, kunini yomon emas ep ketadi. Endi bu hozirgi zamon iqtisodimizdagi shunday bir e'tirof qilingan bir ahvol. Bizning kishilarimizning pay bozoriga, kapital bozoriga bo'lgan qiziqishini to'g'ri tushunishga ilhomlantirish bo'ldi. Ammo bilib turib o'ynash kerak. Ya'ni payni o'ynagan vaqtda uningki chekul, uning nimasi bo'ladi? Xatir bo'ladi, ham ba'zida o'zgarishchanlik bo'ladi. Shunga payni o'ynagan vaqtda bu pay cho'ng shirkatning payimi, kichik shirkatning payimi deb buni qarash kerak. Ya'ni cho'ng shirkatning payi degan vaqtda Google, Facebook o'xshash shularning payini bozorga olib satsa, $50 milliard oshadigan bu shirkatlarni cho'ng shirkatlar deymiz, bozorga olib payini setib olsa, 125 milliondan tuvan $125 million tuvan bo'lgan shirkatlarni biz kichik pay deymiz. Bu uni manda o'xshatish qiladi. Odatda pay bozoriga mablag' soluvchilar nima deydi, tavsiya qildi kishilarga desa, cho'ng ishonchli payli shirkatlarning payini Google, Facebook o'xshash. Chunki bularni yo'qitib qo'ymaysan.
Ular örülüp düşmeydi. Ular çoğun, mazmut bir daraxtga o'xshaydi. Onun yıldızı çoğunqur. Boran chapqun örüp o'tolmaydi. Ammo kichik mevelik daraxtga, ya'ni kichik shirkatlarning peyi mevelik kichik qalamchi daraxtga o'xshaydi. Uni boran chapqun ezitib qoldi. Bu deganlik kichik shirkatlarning paylari agar boran chapqundek bir ahvol bo'lib qolsa, men o'tgan degandek energiya paylari, quduqlari vayronlab ketdi, kichik quduqlarning dedim-ku. Ashuna bo'lib qolsa vayron bo'lib ketib qoldi. Ammo bu kichik qalamchi daraxtlarniki yo'g'inish, o'sash, meva berish bo'shliqni aytib cho'ng bo'ladi. Shunga o'sha paylarni olgan vaqtda shirkatlarning ahvolini yaxshi bilish kerak. Qaysi sahaning peyi bu? Masalan, pan texnikaningmi, texnik shirkatlarningmi yoki bo'lmasa yemak-ichmakningmi degandekni bilish kerak. Ondan shu davlatning, dunyoning shu sohadagi ahvolini, iqtisodiy ahvolini bilish kerak, siyosiy ahvollarni bilish kerak. Ammo tabiatdan kelgan narsalarga, tasodifatlarga hech kim hech nima demaydi. Masalan, tasodifiy urush yoki vabo degandek ishlar shu sahaniki umurtqasiga o'rgitib qolsa, sizning peyingiz yo'qolib ketib qoldi. Shunga bu yerda pay chekida o'ynagan vaqtda mana shu narsalarga nihoyatda diqqat qilish kerak. To'xtamay uchurga ahamiyat berish kerak. Shirkatlarning ahvolini yaxshi bilish kerak. Bu muqaddim shaklda buguncha mushunchalik deyilib turdi. Keyin yana davomli zanjirsimon qilib sizlarga davomli so'zlab beraman. Rahmat.